Keyingi g'azalimizni aytamiz. Demak, radif. Xo'p, yana qisqa radif qo'llangan, ya'ni yig'iq radif qo'llangan. Ko'rib so'zlari radif hisoblanadi. Zorimni, mazorimni, g'uborimni, ro'zgorimni, diyorimni, figorimni, xumorimni, bahorimni. Qofiya. Demak, qofiyaga olingan so'zlardagi raviy asosning so'nggi tovushi zor, mozor, g'ubor, ro'zgor va hokazo. Xo'p, raviy re tovushi hisoblanadi. Qofiyani olsak, raviydan keyin ham tovushlar mavjud. Xo'p, mutlaq qofiya qo'llangan. Shakllarni aytib o'tdik. Endi mazmuniga to'xtalamiz. Birinchi baytdan qaraymiz. Chunkular yoni so'kilgan jismi zorimni ko'rib, yig'lag'aymi yoni yemrilgan mozorimni ko'rib. Xo'p, demak, ma'shuqa oshiqning ustidan kulayotganligi aks etgan. Jismi zorimni, zor bo'lgan jismimni har yonidan so'kilganligini, chok-chokidan so'kilganligini ko'rib kular. Yig'lag'aymi yoni yemrilgan mozorimni ko'rib, to'rt tomoni, yon tomonlari yemirilgan sag'anamni, mozorimni ko'rib yig'laydimi? Jismi zorimni so'kilgan, har tomoni so'kilgan jismi zorimni, zor jismimni ko'rib kular. Har tomoni yemirilgan mozorimni ko'rib yig'lagaymi u yor degan ma'no bor. Endi she'riy san'atlarga to'xtalsak, yoni degan so'z 2 marta kelibdi. Takrir deylik. Yoni, takrir. Jismi zorim, yemirilgan mozorim. Qanday mozorim? Epitet. Kular va yig'larmi degan joyi bor bu yerda. Tazod san'atini yuzaga keltiryapti. Kulmoq, yig'lamoq. Tazod, yemirilgan mozor, zor jism, epitet, yoni, takror san'atini yuzaga keltiryapti. Demak, birinchi baytning mazmun va shakllarini aytdik. Ikkinchi baytga o'tamiz. O'ylag'am dashtida tufroq o'lmisham. O'yla degani o'ylanglar, shunday deb tasavvur qilinglar, deyapti. G'amning dashtida tuproq bo'ldim, o'lmisham degani bo'ldim degani. Ul taraf kelmagay Farhodila Majnun g'uborimni ko'rib. Demak, bu yerda xo'p, birinchi she'riy san'atimiz talmih, ko'pchilikka ma'lum tarixiy, diniy, afsonaviy qahramonlar nomi. Farhod bilan Majnun talmih. Xo'p, g'am dashtida tuproq bo'ldim. Lirik qahramon dashtda tuproq bo'lyapti. G'amning dashtida tuproq bo'lyapti. Xo'p, ana shuni tashbih deb olishim mumkin deb aytayapman, ya'ni o'xshatish. Shoir g'amni dashtga o'xshatgan. G'amning dashtida tuproq bo'ldim. Farhod bilan Majnun mani g'uborimni ko'rib, u tomonga, o'sha dashtlarga kelmagay, deyapti. Bu yerda tanosub ham bor. Dasht degan so'zni Farhod bilan Majnunga, tuproqni, g'uborni yaqinligi borligi uchun ham tanosub deb olamiz. Keyingi bayt. Hajr o'ti to o'rtadi ko'nglimni, aqli hushu sabr. Ana ta'did. 1, 2, 3. Ta'did degani bu bir xil grammatik shakldagi so'zlarni ketma-ket qo'llash. Aqlim, hushim, sabrim. Ittilar har yon qorargan ro'zg'orimni ko'rib. Itti degani bu yitdi, yo'qoldi, ketdi degani. Hajr o'ti o'rtadi ko'nglimni. Hijronning olovi ko'nglimni o'rtadi. Birinchi gap. Aqli hushu sabrim har yon qorargan ro'zgorimni ko'rib yetdilar. Ro'zgor deganda ro'zg'orni ham tushunish mumkin, insonni, demak, o'sha hayotini ham tushunish mumkin. Meni, demak, bunday hayotimni, ro'zgorimni qorargan so'zi bor ekan bu yerda. Har yoni qorargan, hamma tomoni qop-qora bo'lgan hayotimni ko'rib, aqlim, hushim, sabrim yitdilar, ketdilar, yo'qoldilar. Demak, bu yerda tashxis san'ati ham bor. Ya'ni aql, hush, sabr yitgan, ketgan. Tashxis.
Hajr o'ti to o'rtadi ko'nglimni, deyapti. Ko'ngil, hijron, aql, hush, sabr, tanosub san'atini yuzaga keltiradi. Xo'p, qorargan ro'zgor. Qanday ro'zgor? Epitet, ya'ni sifatlash she'riy san'atini yuzaga keltiradi. Ma'nosi shu: hijron o'ti ko'nglimni o'rtadi, aqlim, hushim, sabrim bunday har tomoni qop-qora bo'lgan hayotimni, ro'zgorimni ko'rib yo'qoldilar. Keyingi baytga o'tamiz. Xo'p, g'urbat ichra men o'lar holatda demang zinhor. Kelsa nogahon birov yori diyorimni ko'rib. Xo'p, g'urbat degani bu ayriliq. G'arib degani ayriliqdagi odam degani. G'urbatda meni o'ladi, bu holatda o'ladi deb aslo aytmang. Meni o'lar holatda yuribdi g'urbatda, ayriliqda demang. Qachon shunday demang. Kelsa nogahon birov yori diyorimni ko'rib. Xo'p, demak, lirik qahramon o'z vatanidan, yoridan, diyoridan olisda. Nogahon birov yorim va diyorimni ko'rib kelsa, ma'shuqamni, vatanimni ko'rib kelsa, shu ikkalasini. Xo'p, g'urbat ichida Navoiyni o'lar holatda yuribdi deb aslo aytmang, deyapti. Demak, g'urbat, diyor, tanosub deb yozaylik shuni. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Uyla majruh o'lmisham kim? Majruh degani jarohatlangan degani. Majruh yaralangan, jarohatlangan. Uyla degani o'ylanglar, shunday deb tasavvur qilinglar, tepada ham bor. Xo'p, o'lmisham kim? Xo'sh, qilmadilar tuma ham, aylab itlarga asar jismi figorimni ko'rib. Xo'p, men o'ylanglar majruh bo'lib o'ldim. O'lmisham kim? O'ldim. Men majruh bo'lib o'ldim. Meni o'lgan jismimni, murdamni qilmadilar tuma ham, aylab itlarga asar jismi figorimni ko'rib. Ya'ni jismi figor degani bu yaralangan, jarohat bo'lgan jismimni ko'rib, meni itlarga ham ular loyiq ko'rmadilar. Tuma degani bu tama degani bu. Xo'p, lirik qahramon vatandan olisda majruh bo'lib o'lgan. O'zgalar esa, ma'shuqa esa o'zini itiga ham shuni yediraylik deb tama qilmadi. Ravo ko'rmadi degan ma'no bor. Demak, yana tanosub san'ati deb yozyapman. Eng qulay va osoni shu. Majruh bo'lmoq, jismi figor, tanosubni yuzaga keltirgan. Soqiyo ikki labolab jom ila tirguz meni, dahr eli anduhudin muhlik xumorimni ko'rib. Bu yerda soqi yana piri komil, ya'ni may quyuvchi nido san'atini yuzaga keltiradi. Ikki labolab, ya'ni labolab degani liq to'la, labmalab ikki jon bilan tirguz meni. Ya'ni meni tiriltir, ey soqiy. Lirik qahramon tepada aytdik o'lgan. Hijronda, g'urbatda o'lgan. Ma'shuqa itiga ham ravo ko'rmagan jismi figorini. Ey soqiy, labolab ikki may jom qadah bilan meni tiriltir. Dahr eli anduhudun muhlik xumorimni ko'rib. Demak, muhlik degani bu halokat degani. Muni olib tashlash kerak. H-L-K bo'ladi o'sha paytda. Xo'sh. Halokatli xumorimni ko'rib. Lirik qahramon nega halokatli xumorga uchragan, halok qiladigan, o'ldiradigan xumorga yetib kelgan? Dahr elining anduhudan, ya'ni dunyo odamlarining g'amlaridan. Odamlar oshiq, ya'ni lirik qahramonga ko'p azob uqubatlar solgan. Ey soqiy, meni halok qiladigan xumorimni ko'rib, ikki qadah labolab may bilan meni tiriltir. Axir lirik qahramon dahr elidan, dunyodan nolyapti. Ijtimoiy hayotdan, jamiyatdan, odamlardan nolyapti. Ularni g'am anduhidan mana shunday
halokatli xumor holatga kelganligi aks etgan. Xo'p, bu yerda ham tanosub san'ati bor, soqiy bor, jom bor, xumor bor, tanosub. Va oxirgi baytimiz: ey Navoiy, dahr bo'stoniga moyil bo'lma ko'p, dahr dunyo, bo'ston gulzor, moyil bo'lmoq o'z ma'nosida. G'am xazoniga badal bo'lgan bahorimni ko'rib. Ey Navoiy, g'amning xazoniga badal bo'lgan, almashgan bahorimni ko'rib, bu dunyoning dahrning bo'stoniga ko'p ham moyil bo'lma. Bu yerda mantiqan tazod borligi sezilib turibdi. Xo'p, bo'ston bilan xazon tazod bo'ladi. Bo'ston yam-yashil bo'ston degani bu yerda. Xazon esa sariq rangni, o'limni ifodalaydi. Xo'p, shu bilan birga xazon mana bu yerdagi bahor bilan ham tazod bo'ladi. Bo'ston, bahor, bu yerda tanosub san'ati ham bor. Bo'ston, bahor, tanosub. Xo'p, ey Navoiy, g'amning xazoniga almashgan bahorimni ko'rib, bu dunyoning bo'stoniga ko'p ham moyil bo'lma, ko'ngil qo'yma, bu dunyoni bo'stoniga ko'p ham oshiq bo'lma, deyapti. Xo'p, demak bu ham navbatdagi bir g'azalimiz edi. Soddaroq, osonroq ekan, tezroq ko'rib o'tdik.